Vokzal Uzgazoy zapravkani to'g'risida Novostroyka 3 xonali xonamiz srочно sotuvga chiqdi. 85 kvadrat. Mana shu bolalarimiz uchun alohida yotoqxona, garderob, shkofni ham mana shu akan super lyuks qilgan. Mana shu detskiy bolalar xonasi, har bitta xonasiga televizori bor. Bu esa zal qismi bo'ladi. Kamida 1,5-2 metrlik mana shunaqangi lyustra, yaxshi mebel qo'ygan, terezasi bor. Mana shu gullarni qo'ygan akamiz. Ana endi kattalar uchun yotoqxona. Men sizlarga birdan mana shu tashqari eshikdan ko'rsataman. Tashqari eshikdan kirganda siraza chap qo'limizda garderob, shkof, yevromontaj qilingan. Mana shu limonchalariga nechi. Zal bolalar uchun yotoqxona va kattalar uchun yotoqxona. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Avtorskiy dizayn qilgan deyaptilar akamiz. Bu xonasiga ham terezasi bor, ikkita batareyasi bor. Duxkonturni kotyor turibdi, oyoq tagimiz topli pol bo'lgan, juda ham issiqqina. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsatamiz. Hamma sharoiti bor. Bitta mana shu yerga duxovka bilan yana isitgich olsangiz bo'ladi. Rakveni, gaz plita, vitishga bu xonasiga ham terezasi bor. Vokzal trassa shunday to'g'rizda turibdi. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Srочно aloqaga chiqinglar. 85 kvadrat, har bir kvadrati $1000 dan. O'zi bu domda 1 kvadrati $1000 korobka bo'lgan bir paytda sizga men tayyor zakada jivesini ko'rsatyapman. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga srочно aloqaga chiqinglar, chunki bir kunga sotilib ketadi. Vokzal territoriya bilasizlar, Samarqand bo'yicha narxi har yili 5-6 ming ko'tarilyapti. O'sha uchun ulgurib qoling.